Salom aka, oshxona mebellarni reklamasini qo'ydim. Bomba bo'ldi rezultat. Endi sizga ham bomba bo'ladi degan emas. Xudo xolasa obunachilarimiz layklarni bosib, ko'pchilikka jo'natib tursa, bomba bo'ladi inshaalloh. Siz ham bitta narxlarni tushirib bering-da obunachilarga. Ma'lumotlarni bering mebel haqidagi. Mebelimiz razmeri aka 270, bo'ylari 240. Rossiyskiy laminatda bo'lgan aka. Chekalari rezinli plastmassa krom-ka. Ichlari chuqur aka. No, pastlarimiz chuqurlik 45 bacholar aka. Yaxshi. Oshirmashalari vakuum. Qadrdonlar, bu bitta narsaga e'tibor berib Stalish listasi aka, rossiyskiy. Ruchkasiz variantda, lekin pastdan bemalol mana misol yopilgandan keyin bemalol ochsanglar bo'laveradigan holatda ekan. Ruchkasiz Niabeshda juda ham chiroyli turar ekan. Sizning fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi narxini necha pul deymiz aka? Aka mo'ka grantini 4,5 million so'mga berib olamiz. Andijon bo'ylab dastavkasi tekin. Tekin. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Jalolbek akamiz qolgan mebellarni ham xudo xolasa chiroyli qilib, cho'tka qilib tushirib narxlarini aytdi. YouTube'ga to'liq video qildik. Vodiy Ahmad deb qidirsanglar, YouTube'da to'liq video bor. Har xil. Bor.